Assalomu alaykum, Intimoqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturdan qisqacha. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi kelishmovchilik bartaraf qilindi. Ikki tomonlama so'zlashib, bir qarorga kelishdi. O'shda savodli bo'l aksiyasi yakunlandi. O'shdagi Alisher Navoiy parkida 2 odam halokatga uchradi. Parklarning xavfsizligiga kim javobgar? O'shdagi a'lochi o'quvchilar taqdirlandi. Yil yakunini chiqargan tadbirda kimlar eng yaxshi deb topildi? Ikki tomonlama so'zlashuvlardan so'ng Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarolariga talash bo'layotgan qabriston hududiga o'tishga to'sqinlik qilmaslikka kelishdi. Shundan so'ng Batken rayonining Qorabog' qishlog'idagi Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyat izga tushdi. Bu haqda Qorabog' qishloq hududi rahbari Turg'unboy Nishanbayev bildirdi. Uning aytishicha, kelishuvga ko'ra Tojikiston chegarachilari kechasi qabriston hududiga kirib, chegara xavfsizligini va noqonuniy yuklar tashilishini nazorat qilishadi. Dafn marosimi va ziyorat qilishga to'sqinlik qilishmaydi. So'zlashuvdan keyin yig'ilgan yashovchilar tarqab ketishdi. Eslatib o'tsak, 21-22 may kunlari Tojikiston bilan chegaradagi Batken rayonining Qorabog' qishlog'i yashovchilarini tojik chegarachilari qishloq qabristoniga kiritmay qo'ygandan so'ng yashovchilar bilan Tojikiston chegarachilari o'rtasida kelishmovchilik bo'lgan. Tojikiston chegarachilari ogohlantirish maqsadida osmonga o'q otishgan. İsfara rayonundan kelişti, Nasyonalnik upravleniyadan kelişti. Bugün bizden programdan iki jaqdan kelişip, ma'qullaşıp, bundan keyin bu mazarga hech qanday to'sqinlik qilmay turganliklari yönünde ma'qullaştı. Anday to'sqinlik bo'lsa, o'zimizning grajdanlarni nakazat etishga so'z berishdilar. O'shaga biz dag'i ma'qul bo'lib, bugun bardig'i el yurt tinch tarqab ketishdi. O'sh shahrida savodli bo'l aksiyasi yakunlandi. Uning natijasida muassasa xodimlarining 43% yaxshi baho olgani ma'lum bo'ldi. Eng past baho olgan davlat va munisipal xodimlarning soni 5% ni tashkil qildi. O'sh shahrida 15-maydan boshlab savodli bo'l aksiyasi tashkil qilinib, unga talabalar, davlat va munisipal xodimlar bilan birgalikda umumiy 4000 dan ortiq ishtirokchilar diktant yozishdi. Eliza Sayfiddinova kelajakda qirg'iz tili o'qituvchisi bo'ladi. Uni qirg'iz tilida yozilgan matnlardagi xatolar ko'p o'ylantiradi. U do'stlari bilan ijtimoiy tarmoqlarda yozishgan ko'p xatolarni ko'radi. Agar har bir so'zni e'tibor bilan yozmasa, bora-bora bu hol insonni savodsizlikka olib kelishini aytadi. Jazoda biz ko'pchilik qisqartib yozamiz-da, misol ova deb hech qachon qisqartib ova ne qitasing, javob bo'lsa shunday qisqartib yozuvar. Negizgisi shu yoshlar shu savodli bo'lga qirg'iz tilini doimo shunday to'g'ri yozuga harakatlanadi deb aytmoqchiman. Davlat tilini qadrini ko'tarish maqsadida 15-maydan respublika hududlarida savodli bo'l aksiyasi boshlandi. Unga davlat va munisipal xodimlar, oliygoh o'qituvchilari, maktab va bola bog'cha o'qituvchilari, talabalar jalb qilingan. Aksiyaning birinchi kunida 500 dan ortiq ishtirokchilar diktant yozishgan. Suvsiz cho'llar bo'lib turgan. Bungacha savodli bo'l aksiyasi 2017-yili bo'lib o'tgan. Mutaxassislarga ko'ra bunday aksiya jamiyat uchun zarur. Hozirgi kunga kelib qirg'iz tilida qo'lda yozish yo'qolib bormoqda. Ish qog'ozlari onlayn turiga o'tgandan beri muassasa ishxonalar ishi murakkablashdi. Respublika bo'yichadagi mekeme ishxonalarda olganda, yiqilganlarning soni bunday ko'zga bayqalib o'tadi-da. Albatta, bu men shunday chechimga keldim, qirg'iz testdan o'tkazish kerak. Esse yozdirib kerak. Prokuraturaga ishga olayotganda delan esse yozdirsin. Emin uchun al yurist o'zining esse yozuvi bilan o'zining savodliligini ko'rsatib, ertaga al ish qog'ozlari bilan ishlaydi. Savodli bo'l aksiyasining yakuni 21-mayda chiqadi. Oblast bo'yicha tashkil etilgan aksiya yakunida birinchi o'rinni qo'lga kiritganlarga adabiy qirg'iz kitobi topshiriladi. O'rtacha olganimizda eng miqto yozganlar 21% tuzishdi. Alem yaxshi yozganlar 43% tuzishdi. O'rta yozganlar 30, alemi eng төмен alganlar 5% tuzishdi. Jo'g'ridagi ishlarga qatnashgan mekemelerin arasida men o'zgacha balab ketsam bo'ladi. Bunda jo'g'irqi dengelde yozganlar huquq qo'rg'ov xizmatkorlariga razilik bildiramiz. Eslatib o'tsak, savodli bo'l aksiyasi umum respublika miqyosida tashkil etildi. Bir hafta davomida O'shda tashkil etilgan aksiyaga jami 4044 nafar davlat xodimlari va talabalar ishtirok etishdi. Respublika bo'yicha natijalar 27-mayda e'lon qilinadi. Bobur Tojiboyev, Mahfurat Alibayeva, Nursulton Abdukerim o'g'li Intimoq.
O'sh shahridagi Alisher Navoiy bog'ida 2 kishi halokatga uchrab, hozirda ahvoli qoniqarli. Ular istirohat bog'idagi daraxtlarni butab, tungi chiroqlarni ta'mirlashayotgan bo'lgan. Voqea bo'lgan joydan ularni tez yordam xizmati olib ketgani aytildi. Shu sababli shahar aholisi attraksionlarning xavfsizligidan xavotirda. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Ayni vaqtda dam olish joyi avvalgidek faoliyatini davom ettirmoqda. Ijaraga ishlatayotgan bolalar kelajagi mas'uliyati cheklangan jamiyat esa voqeani tasodif deya baholamoqda. Sababi chiroq ta'mirlashga kelgan ustalarning ehtiyotsizligi natijasida holat yuz bergan. Xizmat ko'rgazayotgan yerda avtovishkaning texnikalik jaqdan hem dayar emasligidan desek je отказ bergenliginden bo'lib жатат-da bu yerda. Shuni jaldab, xizmatni to'lab bertabizda, biz anday bo'lishini bilgan emasmiz-da. Mutasaddi tomonlar parkdagi bolalar o'ynaydigan attraksionlarning xavfsizligini har kuni tekshirib turamiz deya ishontirishmoqda. Dam oluvchilarning yoshiga qarab ogohlantirishlar berishlarini ham qo'shimcha qildi. Bolalarning ограничениялары bor-da bu yerda. Cho'ng odamlar o'tiradi, misol yerda ko'ngil aylanib ketgan odamlar bo'lsa, misollarda o'tirg'iza olmaymiz. Shu sababli shahar yashovchilari hamon xavfsirashmoqda. Bunga 2 kun avvalgi voqeadan tashqari o'tgan yili ham attraksionlarning ba'zilari ishlamay qolishi oqibatida kichkintoylar jarohat olgan faktlari ham sabab bo'lgan. Пока ушул жерге kelib o'ynab turamiz, qo'rqitmaylar, bardigi yaxshi. Biz nevrelerimiz daim olib kelamiz yerga. Rossiyadan kelganda, anan keyin qo'ptonuga bir mana silkinchak bor edi. O'sh shahar meriyasining xavfsizlik xizmati tomonidan attraksionlar albatta nazorat qilinishi kerak. Biroq 2021-yilgacha ijaraga olgan xususiy tadbirkorlar ham javobgarligi ko'rib chiqilishi kerakligi aytildi. O'zlari jeke o'shol ishlatganlar o'zlari jaldagan ekan. Shu bizden kecha taqtagamiz ma'lumotda tushirmenelle. Bizden Zelen Xozlunja boshqaning xizmatkorlarimiz jeke gana Şol kranı işletkenler bolgan ekan da. Alar demek özdörü jogoptu agaç. Ol özdörü sebebi özdörü jaldaganda, meriya tarabынан жалдаган жок. Эгер биз тараптан жалдаганда биз сөз карайт элек. Бирок өздөрү караш керек да. 2021-жылга чейин ижарага алгандан кийин ар бир коопсуздугундагы өздөрү караш керек. Себеби өздөрү ошол жерден нан таап акча алып атат. O'sh shahrida 2 katta park hamda 10 dan ortiq xiyobonlar bor. Unga esa 50 ga yaqin turli attraksionlar o'rnatilgan. Ularning xavfsizligi yiliga 2 marta tekshiriladi. Hilol Ashurova, Mimoza Janibek qizi, Beksulton Abiyev, Untimaq. Mavzuni davom ettiramiz. Deputat Marat Amonqulov Bishkekning dam olish maskanlaridagi attraksionlarni tekshirishni taklif qildi. U masalani plenar yig'inida ko'tardi. Uning aytishicha, poytaxtdagi 3 istirohat bog'ida 80 dan ortiq attraksion ishlamoqda. Attraksiondan foydalanganlar ko'p, biroq bir muammo bor. Attraksion bu murakkab texnik uskuna. Ulardan foydalanish tartibining reglamenti, normativ-huquqiy akt Bishkek hududida 2016-yildan boshlab ishlay boshlagan. Qonunga ko'ra akt kuchi bu vaqtgacha bo'lganlarga tegishli emas dedi u. Uning ta'kidlashicha attraksionlarning 80% 30 yildan beri ishlamoqda. Yaqin 5 yil oralig'ida Qirg'izistonning 24 shahrida va 248 ta qishlog'ida suv quvurlari ta'mirlanadi. Bu haqda So'rinbay Jeenbekov bugun Bishkekda o'tgan hududlarga toza suv forumida bildirdi. Davlat rahbari aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidladi. Prezidentning aytishicha, Qirg'izistonni rivojlantirishning milliy strategiyasi qabul qilinib, unda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash ustuvor yo'nalishlarning biri qatori aniqlandi. Unga ko'ra hukumatga 2023-yilning oxirigacha aholi punktlarini 100% toza suv bilan ta'minlash vazifasi qo'yildi. Yaqin 5 yil oralig'ida o'lkaning 24 ta shahrida va 248 ta qishlog'ida ichimlik suvi qurilmalari ta'mirdan o'tkaziladi. Ichimlik suvi qurilmalari yo'q 369 ta qishloqqa yangilarini qurish rejalashtirilgan. Mazkur muammoni hal qilishda xalqaro institutlarning yordamidan tashqari respublika byudjeti hisobidan ham mablag' ajratilmoqda dedi davlat rahbari. O'quvchilar yil davomida kutgan yozgi ta'tilga chiqish arafasida. Shu sababli maktablarda yil yakuni chiqarilmoqda. Natijada yil davomida eng yaxshi o'qigan o'quvchilar saralandi. Mazkur tadbir bolalarni yaxshi o'qishga turtki bo'lishini o'qituvchilar ta'kidlashdi. Batafsil hamkasbim to'xtaladi. O'sh shahrida Piyaz Nishanov nomidagi 50-son gimnaziya maktabida 5-sinf o'quvchilari uchun so'nggi qo'ng'iroq tadbiri tashkil etildi. Unda 2018-19 o'quv yilida eng yaxshi o'qigan o'quvchilarga faxriy yorliq va mukofotlar topshirildi. Sabitbekov Mirbek
Azamat Qamitbek Mirbek. Mazkur tadbir o'quvchilarni bilim olishiga qiziqtirish va yangi o'quv yilini ko'tarinki ruhda boshlashga yordam beradi. Bunday kechalar maktabda har yili tashkil etiladi. Hozircha natijalar yomon emas deya ta'kidlashdi. Biraz bo'lsa dag'i bilimga bo'lgan umtulular bayqalib жатат. O'quvchilar testlarga qatnashib, har qanday krujoklarga qatnashib, bilimin o'rkunditib жатышат. 50-son gimnaziya maktabida o'qitish 2 tilda yuritiladi. O'quvchilarning ko'p qismi rus tilida bilim olishni ma'qul ko'rishadi. Balaga qism ko'rsatmasak, zo'rlik zo'mbilg'asi jo'yitganmay, bala erkin salsa. Кейбір ата-энелерибиз ушу айылга жөнөтүп коюшат дагы. Полну окууну унутуп туруп, на сентябрь 0 менен келишет да. Андай кылбайлы ушу ата-энелерге ушу совет айтат элем, китепти окутканды унутпагыла. Плюс мына шаарда кала турган окуучулар болсо, лагерлерге эс алуу немелери борборлор ачылган бизде Ош шаарында, ошолорго жөнөтүп неме кылса, балдарга мындай правильный неме режимде коюп беришсе. O'quvchilar yozgi dam olishga chiqish arafasida 3 oylik dam olishda ko'l yoqalariga va lagerlarga borib dam olishni rejalashtirmoqda. Biroq bu albatta ota-onalarning qaroriga bog'liq bo'ladi. Жайкы эс алууларга, айылдарга барабыз. Каникулда мен лагерге барам. Каникулда биз айылга барабыз. Чоңене мекеде. Мисалы мен үйдө эле өзүм менен чогуу болот, ошто үйдө карайм, үйдө дем алдырып, обычный эле кадимкидей эле бассейнерге. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'izistonda bilim sifatini ko'tarish maqsadida raqamli bilim berish usulidan keng foydalanila boshladi. Hozirgi kunda elektron auditoriya, dars jadvali, kutubxonalar kiritilgan. Bularning barchasi bilim sifatini ko'tarishga yo'naltirilgan. Jalolobod shahrida yana bir kengaytirilgan ko'chaga asfalt to'shalib foydalanishga topshirildi. Shahar hukumati yana trotuar ochilishini ham o'tkazdi. Shunday bo'lsa ham shahar yashovchilarining ko'pchiligi kengaytirilgan Chexov ko'chasi sifatsiz ta'mirlanganini aytib, norozi bo'lishdi. Meriya esa millionlab pul sarflab ko'chaning sifatsiz qismlari almashtirilganini, agar yashovchilar aytganiday buziladigan bo'lsa, qurgan firma 3 yilgacha ta'mirlaydi deb ishontirdi. Shahar yashovchilari 2 yildan beri kutayotgan Chexov ko'chasi foydalanishga topshirildi. Unga shahar g'aznasidan 28 million so'm ajratildi. Biroq shahar yashovchilari millionlab pul ketgan asfalt sifatsiz yotqizilganini aytishmoqda. Yo'q, asfalt bo'yicha tushunmagim yo'q, biroq tushunmay, bunday normalniy aqli bor odam ko'rib turib biladi, tushunadi-da bunchi. Bu g'ashiqcha aqlning keragi yo'q, bu shu mana qaramasmi? Bu горчика появились. Горбалинсан жолуна эле машина монтип, не едешь, а плывешь, да, бул деле эртең бүрсүгүн ушундай болуп калат да. Анан уялбай туруп азыр булар жолду өткөрүп атат, түшөт такое. Shahar hukumati bu fikrga qo'shilmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, asfalt notekis yotqizilgan bo'lsa, mashinalar qatnay boshlagandan keyin tekislanib ketadi. Misol sizlar bilasizlar, misol o'sha Qirg'iz Respublikasi ko'cha, Murunqi kraysina ko'cha bitgandan keyin o'shol yerda shaharda bir topdan aytilgan ko'cha tegis bo'lmay qoldi. Endi bugungi kunda qarangizlar, men дорожник emasman. Biroq men tegishli adistlar bilan kengashganda da aytib atishadi. Ошол asfaltga dagы mashina жүргөндөн keyin asfalt өзү dagы жана кайсы бир деңгээлде кайсы жерде эгер минус болсо, минусу же болсом жакшы болобу, кандай болот? Негизи мага ушундай түшүндүрүп айтышты. Shahar kapital qurilish departamenti ham yo'lga 12 sm qalinlikda asfalt to'shalib sifatli bo'lganini ta'kidlamoqda. Shu bilan birga 3 yilga yetmay yo'l yaroqdan chiqsa, yo'lni solgan firma qayta ta'mirlab berishini qo'shimcha qildi. Негизи бул жолдун проект долбоор боюнча эле курулду. Сапаты боюнча булар мыйзамча 3 жылга чейин гарантия берет. Эгерде 3 жылдын ичинде бузула турган болсо, өздөрүнүн эсебинен оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп берет. Yo'ldan tashqari bungacha ko'lmaklar paydo bo'ladigan piyodalar yo'lakchasi ham yangilandi. Unga shahar g'aznasidan 1 million so'm ajratilgan. Azrabdan жақсы болып қалды, қарабайсыздарбы. Шаһарға келген қонақтарға дағы, шаһарлықтардың өзіне дағы мындай басқанға, тұрғанға жақсы, келген адамдарга рахмат айтады да. Shahar yashovchilari noroziligiga sabab bo'lgan yo'lakni hozircha faqat ishchi komissiya qabul qildi. Davlat komissiyasi qanday qaror chiqarishi hozircha noma'lum. Ta'kidlab o'tsak, Jalolobod shahridagi 5 chaqirimga yaqin ko'chalarga asfalt, 2 chaqirim yo'lga esa piyodalar yo'lakchalari yotqizilgan.
Xitoy Xalq Respublikasining Jungo Shinjang teleradio stansiyasi bilan Qirg'izistondagi davlat telekanallarining hamkorligi endi bundan keyin ham mustahkamlanadi. Bu haqda ikki davlat ishtirokida o'tgan uchrashuvda aytildi. Unga oliy o'quv yurtlarining talabalari, o'qituvchilar va shahar yashovchilari kelishdi. Uchrashuv davomida dasturlarning sifatini ko'tarish uchun bir qancha takliflar aytildi. Oldinda bir makon, bir yo'l nomli loyiha asosida ish olib borish qaralmoqda. Mazkur teleradio stansiyasining bugungi Jungo ko'rsatuvi 2006-yildan beri Qirg'izistondagi tomoshabinlarga 1 soat davomida namoyish qilinadi. Xitoydagi har xil бағытта, madaniy, sotsiалдық, экономикалық бағытта, айыл шаруа бағытында айрықша ишкерлик қантип жүргүзүш керек, өндүргөн товарды кантип сатыш керек, же кандай ишкерлик жүргүзүүнүн жолдору бар деген бағытта көптөгөн пайдалуу көрсөтүүлөрү бар болчу. Ошонун алкагында келишип, мына бүгүн дагы бир топ сунуш пикирлерди коомчулуктан, көрүүчүлөрдөн чогултуп атышат, өздөрүнүн суроолорун берип атышат дегендей. Мындан ары дагы Жунгуга сапар көрсөтүүсүн кандай деңгээлге чыгарыш керек, дагы кандай рубрикаларды кошуш керек, элге эмнелерди көбүрөөк айтыш керек деген телекөрүүчүлөр сунуштарын берип атат. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bugun O'sh shahrida xayriya tadbiri o'tdi. Unga Qorasuv rayoni imkoniyati cheklangan yotoq maktabining 6-sinfdan yuqori bo'lgan 20 nafar o'quvchisi ishtirok etishdi. Ularning kayfiyatini ko'tarib qo'llash maqsadida tashkil qilingan xayriya tadbiriga maxsus bir kunlik reja yozilgan. Unda bolalarni shahardagi dam olish maskanlariga, Sulaymon tog' muzeyiga sayohat va kechki taom tashkil qilingan. Qorasuvdagi yotoq maktabida 150 dan ortiq bola tarbiyalanib, 43 nafar o'qituvchi ishlaydi. Биздин жаныбызда ар дайым ала жүрөйлү, дем берели деген максатта оштурулуп жатат. Ошондой эле бул иш-чарага ушул чоң колдоо көрсөткөн Ош шаарынын мэрі Талабек Насырбек, ошондой эле шаардык кеңештин депутаттары Салман Сатуулович, Нурзаман Карыбич, Марс Асановичтерге ошондой эле велосипедин акысыз уюштуруп берген, ошондой эле мороженое берген, ошондой эле Сулайман тоону акысыз уюштуруп берген ушул ишкерлерибизге жана мекемелерге ыраазычылык билдирем. Bugun muxbirlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.